Assalomu alaykum, Rizod Rabikalarning obunachilari. Bugun mana yana bir bor sizlarga chiroyli qilib Rabikalarimiz obzorini ko'rsatib, qisqacha bir videolarni qilib beramiz. Bundan oldin ozgina syomkamiz bor edi. O'sha syomka jarayonida chiqargan ozgina mahsulotlarimiz bor. Qo'lda, makka sotasi bilan, beda, yer yong'oq piroz hammasidan bor. Endi bu drabikamizni ochilishiga, narxlariga keladigan bo'lsak, drabikamizni ochilishiga mana hech qancha vaqt ketmaydi. Kurchoyli varianti bu yerda mana bitta harakat bilan ochiladi. Bitta harakat bilan bunimiz ochiladi. Endi oz videoni uzmay turingda. Dasturga keling olaylik. Bu listli variantimiz bu. 2.600.000 drabikamiz bu. Endi mana ikkita bir xil drabikamiz turibdi bu yerda. Ikki xil drabikamiz turibdi. Bunimizni narxi 2.400.000 so'm o'zimizdan olib ketsa. Shu yerdan olib ketsa 2.400.000 so'm qilib beramiz shu drabikamizni. Hozir ko'pchilik misol video qilyapti. Drabika 2.5 million boshqa joydan misol 2.5 milliondan bor, 2.600.000, 2.700.000 dan drabikalar turibdi, bor deyishyapti. Dastavkasidan tashqari aytilyapti narxlar. Endi hozir mana bizning dastavkamizdan tashqari narximiz 2.400.000 so'm. Biznikini plus taraflari bu yerlarda mana. Mana senkalar qalin bo'ladi. Bu 2.400.000 lik drabikamiz. Buni agar buni bu yerini yana ham lista qiladigan bo'lsak, bunda narxi yana ham tushadi, pasayadi narx. Mana pichoqlarini bitta ko'rsatasiz. Mana pichoqlari o'tga, suvga to'yintirilgan pichoqlarda bo'ladi. Bu alinaqa tiqilib netib bunaqa narsa bo'lib qolmaydi. Bunimiz ham yaxshi. Mahaviga listam bo'ladi bunimizda. Narxi nimaga arzon deganlarga. Motori Greenline 3 kW 3000 оборотli motorda bo'ladi. Buni ham mana avtomatlari bor, o'zini o'zi zashta qiladi, himoya qiladi. Mana bu variantimizni ham bemalol ko'rsatsak bo'ladi. Bunimiz zavodskiy mahaviylik 4 kW 3000 оборот mana motori titan motorda bo'ladi. Voltmetrlari motorda o'zida ham, bu yerda ham bor, kulchatirda ham. Endi mana bunimizni afzalligi mahaviylik bo'ladi. Mahaviy setkalari bu yerdan alishadi, kuzovda 3 ta nimalari bor. Pichoqlari o'zlari ham obunachilar yaxshi bilishadi bizni nimalarni. Xudo xolasa bitta narsaga to'xtalib o'tib ketamiz. Hozir mintaga yetsak bitta drabika beramiz deb hammaga obunachilarga aytganmiz. Xudo xolasa 700 tadan o'tibmiz. Inshaalloh bizni qo'llab-quvvatlab, mehnatimizni ozgincha bo'lsa ham qadrlab, nima qilib turgan chorvador akalarimiz bo'lsa, chiroyli qilib, misol siz o'sha drabikani olmassiz. Sizdan ko'pchilik odam ko'rishiga ancha yordam bo'lib qoladi. Yo bizdan ko'pchilik drabika olgan akalarimiz o'zi obuna bo'lishgan. Ilohim chorvalariga hammalarini Alloh baraka bersin. Bitta like bilan chiroyli kommentariy yozib qo'ysa, bizni ko'rayotgan akalarimiz yaxshi bo'ladi. Misol 600 taga 50 ta like, yo'nsa 100 ta like turibdi. Faqat drabikamiz gapi yo'q. Yoqsa like bosinglar, chiroyli qilib like bosib, kommentariy yozib qo'ysalaring, bir ko'proq odam ko'rishiga sababchi bo'lib qolasizlar. Xudo xolasa mana hozir bitta ko'rsatib beramiz bunimizdan. Bunimizdan mana ochilgani hech qancha vaqt ketmaydi. Motorini o'zini o'zi zashta qiladimi degan savolga hozir nima qilib ko'ringlar. 1 2 3 mana yana bag'dan oling, baqa o'tib oling. Qo'lda o'chirib berilyapti degan savol emas. Mana necha sekund mana sanaymiz, necha sekunddaligini. 1 bu 1 sekund o'zi tashlaveradi. 1 sekund o'zi tashlaveradi. Mana yopilishi drabikani ishlatgani hech qancha vaqt ketmaydi. O'zi ya'ni o'zim sizni ko'rgan akalar bo'lsa, Vohaga borib keldim. Voha tarafga borib, Jizzax, Samarqand, Buxoroga borib bozorlarga kirib keldim. Ko'pchilik akalarimiz o'zlari aytib, bilib turishibdi. Drabikani qanchalik chorva akalarimiz bilishibdi, qanchalik molga foydasi bor. Nushku chiqarayotgan bo'lsa, bunda chiqarib beringizlar, nushku chiqarmaydi. Bitta drabikani olgan odam 300.000 dur, 400.000 dur qochmasdan yaxshisini olsa, bitta yaxshisini olsa,
ancha 5 yil 10 yildir xizmatini qilib beradi. Umuman отказ qilib qolmaydi. Ko'pchilik akamiz o'sha yerda ham aytdi, men olganimga 4 yil bo'ldi, men olganimga 3 yil bo'ldi. O'shandan beri ishlatyapman. deb aytishadi. Bu alyumin motorimiz bor. 4 kilovat 3000 оборот. Unimizni narxi shu yerdan olib ketsa 2 million 800 ming so'm, o'zimiz dastavka qilib bersak 3 million so'mga O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Puli ham vohalarga misol narxi ancha qimmat. Lekin biz o'sha narxni ichida dastavkasini uylarigacha qilib beramiz. Oldindan to'lov yo'q. Mis motorlarimiz bor. 3,5 million so'm dastavkasi ichida Ariol 6,5 kilovat 3,5 ming оборот bo'ladi. Motorni quvvati nima bilansa kilovati bilan bo'ladi. 15 kilovatli, 20 kilovatli nimani ham, motorni ham оборот 3000 bo'ladi. Оборот 3000 оборот bo'ladi. Bunimizni misol 6 kilovat, 4 kilovat motor bo'lsa, motorni quvvati motorni nimasi bilan, kilovati bilan aniq bo'ladi. Hozir bunda ham ko'p nima qilmaylar endi. Hozir gap isboti bilan yurgizib, ishlatib ko'rsatib beramiz. Mana. Çıkarıp bunu şartmaz, çıkarıp. Mana, olib kelinglar bu yerga. Mana bu yerda yer yong'oq piris, makka, bug'doy, makka boya hammasidan bor mana bu yerda. Qanchalik holatda olib kelib beryapti. Salama tepib ketyapti. Endi bunga olaylik. Yes, bo'ling endi. Ozroq. Hayda. Bu yerda olib kelishdan turgan. Bu yerda mana sal yirikroq ham bor mana. Kepa holatida chiqarib beryapman. O'zdan ko'ringlar, qaysi holatdan qaysi holatga olib kelib beryapsiz. Qaysi drabilka yaxshiligini o'zdan baho berasizlar mana. Qanaqa holatda turibdi, qanaqa holatga olib kelib beryapman mana. O'zim atdan qo'shib olganim yo'q mana. Mana. Endi bu makkani mana. To'tali makkani qanaqa holatga olib kelib beryapsiz mana. Jo'jalarga ham bemalol bersa bo'laveradi. 2600 minglikdan ham bitta ishlatib ko'rsatib beraylikmi? Ha, buni ham ishlatib ko'rsatib beramiz hozir. Buni o'zimiz misol ikkita, uchta qo'y, moli borlarga misol bundan ham olib ishlatsa bo'laveradi. Yirong'oq bilan samoq kerak yozing. Bunda ko'k chiqarildi mana. Suvlari ham turibdi.
somon, bedalar chiqarib ko'rsatdik bunda. Telefon bering. Bu 2 million 400 ming so'mlik Dravicam. Bu endi pushkali variantli Dravicam. Bularni mana to'yni bu yerda ko'rsatib turadi o'zi. To'yni mana bu yerda ko'rsatib turadi. Yurgandan keyin bu yoqda ham ko'rsatib turadi. Dravicam qara, qo'l. Mana. To'lotni qanchalik holatga olib kelaveryapti. Mana. Makka poyani chiqaradimi degan savollarga mana bu qo'li quruq tanlamaydi, chiqaraveradi. Qo'lni chiqaryapti, setkali holatda chiqarganimiz mana shu mana. Setkali holatda o'zi qanchalik holatga olib kelaveryapti. Buni qanaqa qilib berish kerak deysiz mana buni? Shunaqa qilib berish kerak. Mana. Shunaqa qilib berishsa mana. Shunaqa qilib somonga aralashtirib bundan ozgina sachib berishsa bundan mol maza qilib yeydi. Mana shunaqa qilib tayyorlab berishsa mana. Shunaqa tayyorlab berishsa mol maza qilib yeydi. Nushqut-pushqutdan chiqarmaydi. Xudo xolasa narxlarini aytib o'tib ketdik. Zakazlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqishaveradi mana. Shu yerda nomerlarga bemalol aloqaga chiqishaveradi. Rizoda brendida chiqadi sariq Dravicam bo'lib. Xudo xolasa bemalol zakazlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. 12 ta viloyatga hammasiga yetkazib, chiroyli qilib olib borib beramiz. Dravicam udari shu bo'ladi.